Pul to'plashda mana shu xatoga yo'l qo'yayotgan bo'lsangiz, ishoning umringiz oxirigacha pul yig'sangiz ham oldingizga qo'ygan planingizni amalga oshira olmaysiz. Chunki bu xatoni 99% insonlar qiladi. Bu o'zimizni ehtiyojlarimizdan chegirish hisoblanadi. Ya'ni yeyishingizdan, kiyishingizdan, yana boshqa xohishlaringizni amalga oshirishdan chegirasiz pullarni. Bu sizni ehtiyojingizga aylanib qolgan vaziyatlar, ehtiyojingizga aylanib qolgan chiqimlarligi uchun unga pul Alloh tarafidan mo'jizaviy keladi. Chunki ehtiyoj bu rizq, rizq Alloh tarafidan keladi. Rizqingizni siz kamaytirganingiz sari rizq o'shanga yarasha keladi. Ya'ni siz o'zingiz ozroq yeyishga harakat qilyapsizmi, demak o'sha sizga ozrog'i keladi. Bo'ldi, undan ortiqchasi emas. Siz o'ylaysiz, yana avvalgidaqa zo'r keladi, men ozrog'ini yeyman, ko'prog'ini chegiraman. Yo'q, siz rizqingizni qisqartirdingizmi? Bo'ldi, sizga kelayotgan rizq ham qisqaradi. Bu ehtiyoj hech qachon bolalaringizni kiyimidan, bolalaringizni yeb ichishidan, bolalaringizni o'yin kulgisidan qanchadir chegirib nimagadir erisha olmaysiz yoki pul to'play olmaysiz. Bu xatoni qilib farzandlaringiz bolaligini o'tkazishingiz mumkin, o'zingizni yoshligingizni o'tkazishingiz mumkin, lekin plandagi pulni yig'a olmaysiz. Chunki bu ehtiyoj hisoblanadi. Ehtiyoj uchun pullar Alloh tarafidan keladi. Hech qayerda ishlamaydigan insonlarning ham mana shu ehtiyojlari qondiriladi.